Qaravering. Labi opajon. Mana stol ustini artib bering. Chang bosib ketganini qarang. O'tirib bo'ladimi shunaqa joyda? Hozirgina artib oldik. Mayli yana artib beramiz. Tozalik bo'lsa-da hamma joyda. Вот это поворот! О! Yaxe, uyda o'rta asrlarda changi bosib ketdi-yu. Savobga bo'lsa ham tozalab qo'y, baraka topib ko'r. Uyingizda kim tekshirib o'tiribdi? O'zi bir hafta bo'lmadi tozalaganimga ayb topmasdan yashavring. Butun Toshkentning changi biz uydan chiqyaptimi deyman-da. Bo'ldi opajon. Idishlaringiz ham chala yuvilgan ekan-ku. Top-toza-yu opajon. Mani ko'zim bilan qarasangiz bilasiz. Almashtirib bering. Xo'p bo'ladi. Yaxshi ham ofitsiant buni uyda ko'rmagani. Qarzga bo'lsa ham yuvilgan piyola ber, baraka topib ko'r, bizda ham qolib ketmaydi. O'zingiz ertalab choy ichgan piyolangiz-ku. Indamay ichavering. Qachon 2 kunda bir yuvib tursang bo'lardi, yo'qsiz deyishlardi. Yuviladi shu. Xafa bo'lmang, ovqatingiz ham bemaza ekan. Hammaga yoqayapti-yu opajon. Ovqat qilishni bilmaydiganlarga yoqqandir. Shuncha mahsulot isrof. Ovqat zo'r chiqdi. Mol bitta bo'ladi lekin. Odam ataylab ham bunaqa bemaza ovqat qila olmaydi, qattan bunaqa qobiliyat. Masa yemang. Isrof bo'ladi-yu. Ana qo'shni kuchiga berib yuboraman. Qo'shni kuchugini boqish uchun ishlayapman ekan-da men, ha? Jon qo'shni, boshqa ovqat olib chiqib o'tmanglar, iltimos. Bergan ovqatinglarni itim ham yemayapti. Stol ustidagi musorlarni tez olib tursangiz bo'lmaydimi? Uzr, hozir opajon. To'g'risi ham odam ishtahasi bo'g'iladi. Oma qo'y. Tuppa-tuzuk musulmon qilib yubording-a? Buncha ayb topurasiz. Ichingizni kengroq qiling. Endi vazifang yo'q deyman-da. Bunaqada kanashdan baraka bizga qarab pashol deydi-da. Xafa bo'lmang opajon, rosa injiqagansiz-a. Tushunmadim. Vazifangiz bo'lgandan keyin qilasiz-da. Gap qaytarguncha sal madaniyatni o'rganing. Bo'ldi. Sen ko'chaga chiqsang bir nozik tabahatli bir malak siymo bo'lib ketasan, ha? Siz ham shu yerdingiz-a? Shu madaniyatingizni uyda ham ko'raylik, Pokizaxon.